Bo'lgandan keyin hayotimizga ikkita qoidani kirgizaman deb o'zimga homiladorligimda va'da qilgan edim va xudoga shukr 6 oydan beri shu narsada turibdi. Birinchisi, bu meni katta o'g'lim, o'g'il bola bo'lgani uchun qizim bilan hech qachon bir xonada kiyinishmaydi deb o'zimga va'da qilgan edim va shu amalda turibman. Haligacha pampersimni almashtiryapsam, qizimni akasiga chiqib tur deyman. Boshida yangi tug'ilgan chaqaloqligida o'g'lim buni tushunmadi. Nimaga meni chiqarib yuborasiz aya dedi. Lekin men baribir ham tushuntiraverdim. Bu avrat, mumkin emas. Qaramaysiz, chiqib turing dedim. Hozir esa o'g'lim o'zi kiyintiryapman desam, chiqib turaymi deb chiqib ketadi. Hattoki misol uchun aytaylik, pampersi bo'lsa qizimni ishtonini o'zini ba'zida almashtirib qo'yaveraman-da akasini oldida. Shunaqa qilishni boshlasam, o'g'lim kuladi, men borman deb chiqib ketadi. Shuning uchun boshidan o'rgatgan yaxshi deyman. Bundan tashqari eng yaxshi qilgan ishim, men kichkinayu deb ha deb tarafini olavermayman va shu bilan ularni orasiga haligi qizg'onchiqlikni kirgizmayman. Bo'ladi-ku, aka-uka urushadi va hamma oilalarda bilaman, bu kichkina deb katta farzandni chetroqqa surib qo'yishadi. Bizda unaqa yo'q. Sababi hozir nima unaqa deyapsiz, hali bolalaringiz kichkina-yu deyishingiz mumkin, lekin qizim 6 oylik bo'lib qoldi va shuning uchun ba'zida yumtalab oladi akasini, sochidan tortib oladi. U ham yaxshi ko'rib yopishaveradi. Shunaqa vaziyatda men oddiy ohangda, jiddiylashmasdan, unaqa qilmang, bu akangiz, nilizya deb so'kib qo'yaman. Buni ko'rgan o'g'lim albatta xursand bo'ladi. Men unga dakki berganimni, so'kkanimni qizim eslab qola olmaydi, lekin o'g'lim uchun uni tarafini olgan bo'lib qolaman. Sizlarda qanaqa qoidalaringlar bor?